Salom hammaga, bu Veron FF. Bugun sizlar bilan Indoneziya akkaunt ochishni o'rganamiz va Indoneziya akkauntni obzor qilamiz. Nastroyka bo'limiga o'tib, ruskida turgan bo'lsa, siz Indoneziya qilib chiqib ketasiz. O'yindan mutlaqo chiqib ketish kerak bo'ladi-da. O'yindan chiqqaningizdan keyin bitta tozalab olasizda, yana qaytadan o'sha akkauntinglarga kirasizlar. Hop, mana kiryapti. Shu kirib chiqishlar shart va Google bo'limiga o'tib, liniyasiga o'tib, bo'sh akkauntni topasizlar. Google akkauntimni ko'rsatishim kerak emas edi. Ba'zi bir mashkalar bor. Chop ketadigan. Mana akkauntimizga kiryapmiz. Va mana bizning Indoneziya akkauntimiz mana shu holda. Va biz jackpotga o'tamiz va jackpotida Gintoki Gintama animesidagi personaj bor ekan. Mana doktor ko'rinishda 285 taga turibdi. Oladigan. Va mana bizga regionga kelgan o'sha kirib kelish bularga oldin chiqqanda va bu yerda MP40 ochishga qo'rqamiz. Biz ochmaganimiz. Va mana bizdagi o'sha qurollar, stenkalar hammasi shu yerga kelgan. Va bu yoqqa ertaroq kelgan mana Dr. Red degan tekinga beradigan Scar va Thompson bor ekan va inkubator. Oh my god! Inkubatorda akkretiga zo'r skinlar va mana quyon inkubator. Wow! Wow! Mana oqlar qaranglar, va shishkalatga bo'ragan. Mana o'sha aklar va mana o'sha quyon kiyimlar, o'sha inkubatorskiy jigarlar. Buni o'tlar tushunadi. O'tlar tushunsalar bitta plus qoldirib ketinglar. Kommentariyalaringizda va mana inkubatordagi ko'rinishlari va shikalatga buni kiyimlari. Va bizada MP40 va mana M40 qaranglar. Wow. Mana shuni maxovikniga olsanglar bo'lar ekan. Mana magaziniga o'tamiz. Mana korollarga o'zi korolasa nimalar narsalari bor. Mana Olduski o'sha angel anomiki qizildiki mana Olduski bor kalla. Nomi bir narsa edi. Kalish kiyimlari mana ishtonlar, mana oyoq kiyimlar va mana tepa past naborlarimiz va tekin kubka mana shu narsalar mana addush dahshat narsalar bor ekan. Va mana kurtka ham bor ekan, joker ham mana tekinga qizil narsaga va mana narsalarga va mana emotsiyalarda mana atirgul va mana kichik emotsiyalar, sakrash, kuladigan emotsiya 150 taga turuvdi va mana sumkalar, futbox hamma narsa shitdi. Mana tekinga Gintamadagi boyiga profil raunkani berar ekan bizaga. Va mana gildiya. Xo'p, o'zimizda arujalar bo'limiga o'tamiz va arujalarimiz mana shu inkubatorskiy Vektor va Makion bor va Drabach ham bor. Videomizga yoqqan bo'lsa like bosib, obunani bosib qo'yinglar.